9-chi bob. Hazreti Ayso yo'lda ketib etib, tug'mi qarg'u bir odamni ko'rdi. Shogirdlari Hazreti Aysodan: "Ustoz, bu odamning tug'mi qarg'u bo'lishi kimning gunoh sodir qilganligidan bo'lgan? O'ziningmi yoki ota-onasiningmi?" deb so'rashdi. Hazreti Ayso bunday javob berdi: "O'zi yoki ota-onasining gunoh sodir qilganligidan emas, balki Xudoning o'z qudratini uning hayotida ayon qilmoqchi bo'lganligidandir. Kunning yo'riq vaqtida meni avatkuchining bizga topshirgan vazifasini ado qilishimiz kerak. Kech kirib qorong'i tushib ketsa, hech kim ish qila olmaydi. Dunyoda bo'lgan mezgilimda dunyoning nuri o'zimdirman." Hazreti Ayso bu so'zlarni qilgandan keyin yerga tukruk bilan loy qilib, loyni hilqi odamning ko'zlariga surib qo'ydi va uningga Siloha ko'lchigiga berib, "Ko'zlaringni yu" dedi. Siloha ibronicha so'z bo'lib, avatilguchi degan ma'noni beradi. Hilqi odam Hazreti Aysoning degini bo'yicha qildi va ko'zlari ichilgan holda qaytdi. Qo'shnilari va tilamchilik qilganda uni ko'rganlar: "Bu o'ltirib tilamchilik qiladigan hilqi odam emasmi?" deyishdi. Ba'zilar "Ha, shu" desa, yana ba'zilar "Yo'q, u emas, ammo uningga o'xshaydi-ku" deyishdi. Biroq u o'zi "Men dal shu kishi bo'laman" dedi. "Undaqda ko'zlaring qandoq ichildi?" deb so'rashdi ular. U bundoq javob berdi: "Ayso degan bir kishi tukrigidan loy qilib, ko'zlarimga surib qo'yib, bana Siloha ko'lchigiga berib, ko'zlaringni yu degan edi. Men u yerga berib yusam, ko'zlarim ichilib ketdi. U hozir qayerda?" deb so'rashdi ular. "Bilmayman" dedi u. Xaloyiq ilgari qarg'u bo'lgan bu odamni farislarning yeniga elib berishdi. Hazreti Ayso loy qilib, bu odamning ko'zlarini saqaytgan kun dal dam olish kuni edi. Farislar bu odamdan ko'zlarining qandoq ichilganligini so'rab edi. U ko'zlarimga loy surib qo'ydi. Ondan yuzimni yudim, hozir mana ko'ralaydigan bo'ldim, dedi. Shuning bilan farislardan ba'zilari: "U odam Xudoning yenidan kelgan emas, chunki u dam olish kuni ish qilmaslik amriga xiloflik qildi" deyishdi. Yana ba'zilari: "Gunohkor bo'lsa, qandoqlarcha bundoq mo'jizlarni yaratalaydi" deyishdi. Buning bilan ularning orasida bo'linish paydo bo'ldi. Ular qarg'u odamdan yana: "Ko'zlaringni ochgan u odam seningcha qandoq odamdi?" deb so'rashdi. "U bir payg'ambar" dedi hilqi odam. Yahudi oqsoqollari ko'zlari ichilgan odamning ota-onasini tepib kelmaguncha burun uning qarg'u ekanligiga va hozir ko'zlarining ichilganligiga ishonmaydi. Shunga ular uning ota-onasini chaqirtib, ulardan: "Tug'mi qarg'u degan o'g'linglar mushumi? Hozir qandoqlarcha ko'ralaydigan bo'lib qoldi?" deb so'rashdi. Uning bizning o'g'limiz ekanligi va tug'ilishidanla qarg'u ekanligi rost. Lekin hozir qandoqlarcha ko'ralaydigan bo'lib qolganligini, ko'zlarini kim ochganligini bilmaymiz. Uni o'zinglar so'ranglar. U cho'ng odam tutsa, o'z ishini o'zi so'zlab bersin, deb javob berdi uning ota-onasi. Ular Yahudi oqsoqollarining qo'rqqanligi uchun shundoq deyishdi. Chunki Yahudi oqsoqollari Hazreti Aysoni qutquzuvchi Masih deb e'tirof qilganlarni ibodatxona jamoatchiligidan qo'g'lab chiqarishni qaror qilgan edi. Shuning uchun hilqi odamning ota-onasi "U cho'ng odam tutsa, o'zidan so'ranglar" degan edi. Farislar ilgari qarg'u bo'lgan u odamni ya'ni chaqirib: "Xudo oldida qasam qil. Biz bu odamning gunohkor ekanligini bilamiz" deyishdi. U mundoq javob berdi: "Uning gunohkor yoki emasligini bilmayman. Men faqat
birli ishni bilaman. U bo'lsa-mu qarg'u edim. Hozir ko'ralaydigan bo'ldim. Bu chaqda ular, u seni qandoq qildi? Ko'zlaringni qandoq ochdi? deb so'rashdi. U javoban, sizlarga aytsam, quloq solmadinglar. Ya'ni qandoqlarcha anglamoqchi bo'lib qoldinglar. Sizlarmi uning shogirdlari bo'lmoqchimi nima? dedi. Buning bilan ular uni haqoratlab, sen u ablahning shogirdi. Biz bo'lsa Musa payg'ambarning shogirdlari. Xudoning Musa payg'ambarga so'zlaganligini bilamiz. Bu ablahning bo'lsa, eng qisqasi qayerdan kelganligini bilmaymiz, deyishdi. Yilqi odam ularga mundaq javob qaytardi. Hay, ajoyib ish bu. U ko'zlarimni ochdi. Shundaqdimi? Sizlar uning qayerdan kelganini bilmadinglar. Biz bilamizki, Xudo gunohkorlarning talpini anglamaydi, balki o'zi ibodat qilgan va irodasini ishga oshirganlarnikini anglaydi. Dunyo obirda bo'lgandan beri biror kishining tug'mi qarg'uning ko'zini ochganligini anglab baqqan emasmiz. Bu odam Xudo tarafidan avatilmagan bo'lsa, hech nima qilolmagan bo'ladi. Ular uni, sen gunoh ishida tug'ilgan turuqliq, endi bizga ta'lim bermoqchimisan? deyishib, ibodatxonadan qo'g'lab chiqarishdi. Hazrati Ayso ularning hilqi odamni ibodatxonani qo'g'lab chiqarganligini anglab, uni izlab tepib, sen inson o'g'liga e'tiqod qilamsan? deb so'radi. Hazratlari, u kim? Aytmagaysiz, uningga e'tiqod qilay, dedi hilqi odam. Uni ko'rib turibsan. Hozir sen bilan so'zlashayotgan dal shuning o'zi, dedi Hazrati Ayso uningga. Hilqi odam, "Hey Rabbim, sana e'tiqod qildim", deb Hazrati Aysoga sajda qildi. Dunyodagi odamlar ustidan hukm chiqarg'ili keldim. Ko'rlarni ko'radigan qilish, ko'rman deydiganlarga ularning ko'r ekanligini ko'rsatish uchun keldim, dedi Hazrati Ayso. Uning yenidagi ba'zi farishtalar bu so'zlarni anglab, bu biznimi ko'r deb qarg'anlik emasdi, deb so'rashdi. Ko'r bo'lgan bo'lsanglar, gunohkor bo'lmagan bo'latdinglar, dedi Hazrati Ayso. Lekin hozir ko'ryapmiz deganinglar uchun gunohkorsizlar.